Qadimiy yurtimiz har bir qarich zaminida tarix nafasi, ajdodlarimiz bunyodkorligining izlari yashiringan. Mamlakatimizning qayeriga bormang, albatta muqaddas ziyoratgoh, tarixiy yodgorlik yoki o'ziga xos bunyodkorlik namunalariga duch kelasiz. Shunday muqaddas maskanlardan biri Nurobod tumanining 7000 ga yaqin aholisi istiqomat qilayotgan Ag'ron qishlog'idir. Tarixi uzoq asrlarga borib taqaluvchi bu qishloq bugun ham o'zining boy o'tmishi va yangilanayotgan qiyofasi bilan ajralib turadi. Qishloq hududida joylashgan Usmon ota qabristoni atrofida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar Ag'ronning qadimiy ildizlarini yaqqol ko'rsatadi. 2011-yilda arxeologlar Amriddin Berdimrodov va Samariddin Suyunov ishtirokida olib borilgan qazishmalar natijasida aniqlanishicha, bu hudud 5-7 asrlarda turk xoqonligi davrida harbiy qal'a hamda savdo markazi sifatida faoliyat ko'rsatgan. Qal'a bir paytlar gavjum savdo manzili bo'lib, Tim va sahoba yo'nalishidagi karvonlar uchun qo'nimgoh vazifasini bajargan. Qal'aning pastki qismidan ingichka soy daryosi oqib o'tib, hududda yashovchi aholiga hayot bag'ishlab turgan. Arxeologlar Sariqtepa yodgorligidan topilgan turk jangchisining qurol aslahasi, ot suyagi va sopol idishlari orqali bu yerlarda qadimiy harbiy madaniyat va hunarmandchilik rivojlanganini aniqlashdi. Jangchining sopoldan yasalgan suvdoni esa o'sha davr maishiy hayotini o'rganishdan noyob topilma bo'ldi. Islom dini tarqalgan davrda esa Ag'ron qal'asi diniy va ma'rifiy markazga aylangan. Arab xalifaligi davrida bu maskan orqali atrofdagi qishloqlar aholisi orasida islom dini targ'ib etilgan. Aynan shu davrda qo'shni Tim qishlog'ida Markaziy Osiyodagi ilk diniy markazlardan biri Arab ota maqbarasi bunyod etilgan. Usmon ota qabristonida saqlanib qolgan 10-13 asrlar qayroq toshlari, 14-16 asrlar marmar qabr toshlari bu yerda ko'plab ulamolar dafn etilganini ko'rsatadi. So'nggi yillarda arxeolog olimlar Alisher Sandiboyev, Komil Rahimov va Azbiddin Xolmatov tomonidan olib borilgan izlanishlar esa arab manbalarida Ag'ron, ya'ni Abg'ar nomi 9-12 asrlarda Rustoq, ya'ni ma'muriy hududiy birlik sifatida qayd etilganini aniqladi. Manbalarda shunday deyiladi: Abg'arning o'tloqlari Mavrounnahdagi boshqa o'tloqlardan ortiqroq. Agar ekinlari zarar ko'rmasa, butun So'g'd va Buxoro uchun 2 yilga yetadi. Bu so'zlar Ag'ronning qadimdan serhosil, mo'l-ko'l yurt bo'lganini ko'rsatadi. Aholisi asosan chorvachilik va lalmikor dehqonchilik bilan shug'ullangan. Bugungi kunda esa Ag'ron qishlog'i zamonaviy infratuzilmasi bilan ajralib turadi. Ag'ron va Navbahor mahallalarida 3 ta umumta'lim maktabi, maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyat yuritmoqda. Qishloq yoshlari zamonaviy bilimlarni egallab, ajdodlar merosini davom ettirish yo'lida mehnat qilmoqdalar. Qishloqning kirish qismiga hashar yo'li bilan yangidan bunyod etilgan Ag'ron qishlog'iga xush kelibsiz nomli stella, shuningdek tashabbusli byudjetdagi yutuqlari evaziga bunyod etilayotgan ravon yo'llar, qishloq aholisining yurtga mehr, bunyodkorlik va jipslik namunasi sifatida alohida e'tirofga loyiq. Tarixi va bugungi bunyodkorliklar uyg'unlashgan bu maskan Nurobod tumanining ajralmas bo'lagidir. E'tiboringiz uchun rahmat.